Hozirgi kunda moshenniklarni yana bir hiylasi paydo bo'ldi. Sizning kartangizga katta miqdorda pul tushirishadi. Keyin birdaniga qo'ng'iroq bo'ladi va sizga notanish nomerdan telefon qilib, uzr so'rab, pul adashib sizga tushib qolganligini ming bor uzrlar bilan so'rab qaytarib berishini iltimos qilishadi. Ularning bahonalari turlicha. Kimdir kasal, kimdir juda nochor ahvolda, kimdir oxirgi pulini adashib sizga o'tkazdirib yuborganligini tushuntirishga harakat qilishadi. Kerak bo'lsa, sizga pasport va rasmlarni ham yuborishga tayyorligini va siz talab qilsangiz, hattoki yuborishadi ham. Siz ularga rahm qilasiz. Boshqa kartaga barcha pullarni qaytarib berasiz. Tabriklayman. Siz endi potensial jinoyatchisiz. Chunki aynan eng katta muammo shu onda boshlanadi. Bu holat hozirgi paytda qo'shni Rossiya va Qozog'istonda keng ommalashib bormoqda. Siz pul mablag'larini boshqa kartaga o'tkazdirib berganingizdan so'ng 2-3 kundan keyin sizga yo ichki ishlar xodimlari yoki bank xodimlari qo'ng'iroq qilishadi. Sizni pul yuvishda ishtirok etganligingiz haqida ma'lum qilishadi va endi jinoyat yo'nalishida ish olib boriladi. Agar siz bilan xuddi shu holat yuz bergan bo'lsa, unda siz bankni xavfsizlik xizmati bilan bog'laning yoki ichki ishlarga murojaat qilib, notanish kimsalardan notanish maqsadlarda sizga katta pul tushganligida xabardor qiling va o'zingizni saqlab qoling.